Bo'z bo'ri turklarda siyosiy belgi sifatida emas, mifologik va tarixiy ramz sifatida paydo bo'lgan. Eng qadimgi manba Ko'kturk davriga borib taqaladi. Chin qo'lyozmalarda Ko'kturklarning bayrog'ida ko'k bo'rining bo'lgani haqida aniq ma'lumotlar kelgan. Ko'kturk xonadoni bo'lgan Ashina urug'ining nomini kelib chiqishi ham chin manbalarda to'g'ridan-to'g'ri bo'ri ma'nosida tushuniladi. Ko'payish va bo'z bo'ri dostonlarida keltirilishicha, turk irqi yo'q bo'lib ketish arafasida turgan paytda tirik qolgan bola urg'ochi bo'ri tomonidan asrab olinadi. Bu ma'lumot bo'ri obrazining himoyachi sifatida qabul qilinganini anglatadi. Ergenekon dostonida esa turklar o'zlari yashagan vodiydan chiqayotganda ularga yo'l ko'rsatib turgan obraz yana bo'ri bo'ladi. Bu timsol O'rta Osiyodan Anadolugacha yetib boradi. Islomdan keyingi davrda doston va xalq og'zaki ijodi bilan yashashda davom etadi. Hozirgi kunda esa, ayniqsa 20-asrda bo'z bo'ri obrazi turkiylik belgisi sifatida qaytadan ishlatila boshlandi. Xulosa qilib aytganda, bo'z bo'ri belgisi yaqinda paydo bo'lgan narsa emas, ko'kturklardan hozirgacha yetib kelgan tarixiy merosimizdir.